Kobaltchilar, buncha yaxshilar. Sizlar uchun Magnatodan hali hech qaysi mashinaga mavjud bo'lmagan mana shu chexol chiqdi-yu. Magnato Storm. Sizlarga nafaqat yangi model bo'ldi, balki ichida hali boshqa chexollarimiz ishlatib ko'rilmagan karbon effektini bera oladigan yangi to'qima ham ishlatildi. O'zi nemetskiy mato bilan buni kalibratsiyasi juda ham chiroyli turganidan sessiyali ham bo'ladi. Yangi modelda, yangi material, xullas hamma komfort, hamma yengillik faqat hozir kobaltchilar uchun bo'lyapti. Bu videoni hozir bitta like bosib kobaltchilarga jo'natib qo'yish kerak. Men bo'lsa davom etaman. Magnato Storm modeli. Endi ortiqcha ta'rifga to'g'risi hojat yo'q. Undan oldin aytib o'tgan xarakteristikaga ega yangi to'qima hamda nemetskiy mato, yon orqa qismlari o'sha sifatli ekokojadan ishlangan va choklari ham bir-biriga chiroyli kalibratsiya bo'lishi uchun oddiy qora yoki seriyadan emas, atilapdan sifatli bordo ipdan ishlangan. Vida menimcha kobaltchilarga yoqadigan vid bo'lgan. Bu modelning nomini yaxshilab eslab qolinglar. Mana shu yerda ham yozig'i chiqadi, Magnato Storm. Endi narxini aytib qo'ysam bo'lardi, lekin bir-biringizga jo'natib, "Voy, narxi nech pul ekan?" deb kommentariyaga qiziqib yozishinglar uchun bir raqamni yozsanglar, keyin narxini tashib beramiz. Aytgancha unutmanglar, Magnato har bir detalda eksklyuzivlik. Tanlovda adashmanglar.